Yurtimizda yana bir necha kundan so'ng 2025-2026 o'quv yilining so'nggi qo'ng'irog'i chalinadi. Unutilmas ushbu kunni tinch va xavfsiz holatda o'tkazish, yozgi ta'til mavsumida o'quvchilarni qarovsiz qoldirmaslik, ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida esa Uchko'prik tumani 4-umumo'rta ta'lim maktabida otalar yig'ilishi o'tkazildi. Maktabimizda tahsil olayotgan 860 nafar o'quvchilarning otalarining ishtirokida otalar yig'ilishi o'tkazildi. Bu yig'ilishda o'tkazilgan maqsad kelayotgan yozgi ta'til mavsumida yigit-qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkillash uchun o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. Yoshlar kuni munosabati bilan tashkillangan uchrashuvga maktab o'quvchilarining otalari taklif etildi. Tadbirda tuman hokimi o'rinbosari tomonidan dastlab so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini o'zaro hamkorlikda o'quvchilar xavfsizligini ta'minlagan holda ortiqcha hashamatlarsiz belgilangan tartib-qoidalarga amal qilib o'tkazish zarurligi alohida ta'kidlandi. Uchrashuvda ishtirok etgan mehnat faxriylari tomonidan esa oilada, ayniqsa farzand tarbiyasida otaning o'rni beqiyos ekanligi, bolasining kelajagi porloq, o'ziga ishonchi baland, yutuqlarga erishuvchan barkamol inson bo'lib kamol topishi uchun avvalo ota unga ishonch bildirishi eng to'g'ri yo'l ekanligi bo'yicha hayotiy tavsiyalar berildi. Ota-onani o'zi avvalambor ibratli bo'lish kerak. Bola otadan oladi, onadan oladi va bolani tarbiyalaydigan ota-ona. Shuning uchun otalarimizga bugun juda katta topshiriqlar berildi. Shu doimo bolalarni, farzandlarni tarbiyasiga e'tibor berish. Chunki davlatimiz rahbari tomonidan shunaqangi ta'limga e'tibor berilyaptiki, hamma sharoitlar qilib beryapti. Bunga shukrona qilishimiz kerak. Biz bunga yaratilgan sharoitga ilm bilan, bilim bilan tarbiyani javob berishimiz kerak. Samimiy suhbat asosida davom etgan tadbir davomida yakunlanayotgan o'quv yilini a'lo baholarga tamomlayotgan, turli sport musobaqalari, fan olimpiadalarida faol ishtirok etgan maktabning eng namunali o'quvchilari hamda ularning otalariga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Bu meni to'ng'ich farzandlarim hisoblanadi. Bular aslida egizak. Mana Husanboy va Zuhroxon, mana bularning orqasidan ota-onalar majlisiga yig'ilishga keldik. Tashakkurnoma oldik. Bolalarimning orqasidan rahmat eshitdim. Shunday farzandlarimiz borligidan faxrlanamiz. Albatta, har bir ota-ona uchun farzandi ortidan rahmat eshitish va rag'bat olishdan-da ortiq mukofot bo'lmasa kerak. Aynan ana shunday farzandining ta'lim tarbiyasiga be'tibor bo'lmagan otalar yig'ilishi yakuniga ko'ra, yozgi ta'til mavsumida ham o'quvchi yoshlarning kasb-hunar o'rganishi, sport bilan shug'ullanishi va maroqli hordiq chiqarishlari uchun turli to'garaklar va mashg'ulotlarga jalb etish bo'yicha hamkorlikdagi ish rejasi tuzib olindi.